Yurtdoshlarimiz uchun 2023-yil maydan boshlab Jinoyat kodeksining 169-moddasiga o'zgartirish kiritildi. Ya'ni o'g'rilik hamma biladi, teletomoshabinlar ham biladi. 169-moddada oqqa qora bilan yozib qo'yilgan. Elektr tarmog'iga, tabiiy gazga, vodoprovod tarmog'iga shaxsiy manfaat topish uchun, foydalanish uchun o'g'rincha ulansa endi shunchaki shtrafini to'lab qutulib ketmaydi. Endi jinoiy javobgarlikka tortiladi va 3 yildan 5 yilgacha qamaladi deyilgan. Endi tasavvur qiling, biz shu darajaga yetib keldik. Endi qamalgan odam ichkarida o'tirganlarga bittasi giyohvandman, bittasi o'g'riman desa, bunisi men suv o'g'irlab qamaldim deydi-da. Endi shunchalik Yo, bo'layaptimi ular masalan? Bunga misol keltirib o'tadigan bo'lsak, mana o'tgan yilda Qashqadaryo viloyatida Nishon va Ko'kdala tumanlarida, ya'ni shu o'zimizning ichimlik suvi tarmog'idan o'g'rincha foydalanib baliqxona tashkil qilgan holatlar ham aniqlangan. Buni zararlar Qashqadaryoda ichimlik suvi eng tanqis, eng muammo. Buni zarari ham 61%. Buni zarari 4,5 milliard so'mga yaqin bo'lib, hozirgi kunda jinoyat ishi ochilib, ushbu iste'molchilarga, ya'ni ushbu hech kim ko'rmaganmi shuni? Baliqxona endi katta-ku, basseyn emas-ku. Chunki u Qashqadaryo viloyati cho'l hududidan o'tganligi uchun, cho'l zonada, ya'ni uzoq hududlardan o'tganligi uchun Nishon va Ko'kdala tumanida ushbu holatlar aniqlangan.